Baqan zo'r odam edilar. Merosni ham zo'r qoldirib ketdilar. Navaralarimga ham yetadigan qilib. Shu sal ertaroq ketib qoldilar-da. Qara. Sen ham Bobur o'g'il bo'lib kishiroq bo'lsa ham qabr tosh qo'yib qo'ymaysanmi otangga? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbi, aziz bandalaring o'qigan Qur'on tilovatdan hasil bo'lgan savob mana shu manzil makonlarda o'tgan jamiki mo'min musulmonlar ruhoniyatini qolaversa mana shu qabrda yotgan otam ruhoniyatlarga baxshid et. Qur'on qabrlarini iymon nuri bilan, Qur'on nuri bilan urib, jannatlaring nasila so'roq savolini yengil qil. Allohu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاء tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Ishlarimiz rivojini bersin. Qo'laylik oldirmaylik. Ya Rabbi, bu qabrda yotgan do'stim otasini oxiratini obod qil. So'roq savollar yengil qilgin. Jannatlari bilan siylagin. Allohu akbar.